Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan ancha vaqtdan beri yuzlashganimiz yo'q. Sizlarga bir murojaat bilan video syomka joylayapman azizlar. Sizlardan iltimos qilaman. Mana shu videomni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Va videoga bir dona like bosib, mana shu akamizga duo qilib qo'ying. Iltimos sizlardan. Azizlar, va mana shu akamizga kimdan kim imkoni bo'lsa, sharoiti bo'lsa, 1000 so'm bo'ladimi yoki 1 rubl bo'ladimi, imkon qadar iltimos qilaman sizlardan mana shu akamizga qo'lingizdan kelgancha yordam qilishingizni. Bo'lmasa chiroyli bitta duo qiling, Allohdan chin ko'ngildan akamizga shifo bersin. Oilada boquvchi o'zi ekan, bir o'g'il bir qizi bor, ota-onasi bilan yashaydi. Oilasini boquvchisi, ishlab turadigan inson mana shu. Iltimos qilaman sizlardan, videoni ko'ringizlar. Barchangizga kattaga rahmat. Sizlardan iltimos qilardim, mana shu videomga befarq bo'lmaslikda. Imkon qadar podpisa qilingizlar. Kattaga rahmat.